kerakli ma'lumotlarni hammasini aytdingiz. Men 87 ball qo'ydim. 87, 89 ball. 89, 88 bor. 88. Sizda 88 bor. Qoyil. Tabriklaymiz. Alixon To'ra Sog'uniy 1885-yilda Qirg'izistonning To'qmoq Bolaso'g'in shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi Shokirxon To'ra, ya'ni ziyoli olim inson bo'lgan. Va biz xuddikim Bobur hayotini Bobur nomi asarda ko'rganimizdek, Alixon To'ra Sog'uniyning hayotini Turkiston qayg'usi asarida ko'rishimiz mumkin. Uning bolsheviklar tomonidan quvg'inga uchrashi voqealari aks etadi va uning Turkiston qayg'usi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi asarini Alixon To'ra Sog'uniy o'zi 1966-1973-yillarda yozilgan bo'lsa, uning ikkinchi qismini o'g'li Asilxon To'ra tomonidan yozilgan Alixon To'ra Sog'uniy qalamiga mansub she'riy asarlari jamlangan Devoni Sog'uniy asari. Bundan tashqari tabobatga oid Devoni kitob Shifoul Ilar asari mavjud. Bundan tashqari Tarixi Muhammadiya asari bor va Alixon To'ra Sog'uniy bir qancha asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Xususan, Amir Temur qalamiga mansub Temur tuzuklari asarini o'z tiliga tarjima qilgan bo'lsa, Erkin Vohidovning So'z latofati asarida aytiladiki, men bu asarni tarjima qilmadim, balkim o'z tiliga qaytardim deyiladi. Bundan tashqari u Van Berining Buxoro tarixi asarini va Darvesh Ali Changning musiqa kitobi asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan.